Bu duoni albatta juftingizga yuboring. Ya Robbim, qalbimni qalbi bilan birlashtirgan hayot yo'ldoshim va sirdoshim bo'lgan juftimni sening panohingga omonat topshiraman. Oramizdagi muhabbatni Hazrati Ali va Hazrati Fotimaning sevgisi kabi pok, huzurli va barakotli et. Juftimning yelkasiga nimaiki og'irlik qilayotgan bo'lsa, barchasini yengillat. Qalbiga tushgan har bir tashvishni farog'atga aylantir. Bizni bir-birimiz uchun sinov emas, panoh qil. Uyimizni sening zikring ila barakotli et. Xatolarimizni sabr bilan yopishni, go'zalliklarimizni esa shukr bilan ko'paytirishni bizga o'rgat.